O'zingizni yaxshi tuting. Hatto yomonlar oldida ham. Yaxshiga yaxshi, yomonga yomon bo'laman demang. Axir oldingizdan shayton chiqsa, siz ham shayton bo'lavermaysiz-ku. Sizni yomon ko'radigan, orqangizdan gapiradigan odamlar bilan ishingiz bo'lmasin. Nega bunday deding deb gap kovlamang. Sizga bu nima beradi? So'rab ko'ring o'zingizdan. Biz 100% hammaga yoqa olmaymiz. Bizni hamma yaxshi ko'rishga ham majbur emas. Sizni yomon desin. Unday odamlardan xafa ham bo'lmang. Hech qachon. Chunki hamma o'z fikriga ega bo'lishga haqli. Dedi eng yomon narsa. Gap tashish ham. Kimdir bilan shu uchun urushish ham juda ham xunuk-ish. Hayotingizda sizni muhokama qiladigan odamlarni tabiiy qabul qilishni bosh. Va ularga hech e'tibor bermasangiz, bunaqa odamlarning o'zi qolmaydi atrofingizda.